Assalomu alaykum qadrli teletomoshabin do'stlar. El ardog'idagi insonlarga bag'ishlangan ezgu tilak ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi suhbatdoshimiz Bog'atlik Mamasali aka Atajonov bo'ladilar. Mamasali aka, avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rsatuvimizda an'ana bor, ular bo'lsa bolalik chog'laringiz, ish faoliyatingiz, hayot faoliyatingiz to'g'risida qisqacha gaplab bersangiz marhamat. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Iqbol telestudiyasining muxlislari, ezgu tilak dasturining sevimli muxlislari. Men avvalo shu ezgu tilak bir xususida aytmoqchiman. Ezgulik. Bu ezgulik juda bir qadriyatli so'zda bu. Juda bir oldindan kelayotgan an'ana desam ham bo'ladi. Shu yurtimizda ezgulik boshida turgan, ezgu niyatlari bilan ezgu ishlarni boshida turgan kishilarimiz ko'pligidan mana yurtimizning obodligi, bir madaniyatimizning yuksakligi juda bir ravnaq topib, yaxshi kunlarga yetib kelib, mana shunday yuribmiz xalqqa xizmatida. Mamasali aka, hozir bir ajoyib gap aytdingiz. Bu ezgu tilak deganimiz faqat ezgu so'zlardan, ezgu tilaklardan iborat emas, balki ezgu ishlar, ezgu niyatlar hammasi buni ichiga jam bo'lgan. Albatta, yasha. Shuni o'zim hozir aytmoqchi edim. Avvalo ezgulik deganda nimani tushunamiz? Elga xizmat qilib, xolisonillo xizmat qilib, qaytarib olinmaydigan, qaytimi so'ralmaydigan ishlar bu ezgulikka kiradi. Ezgulik menimcha shunday deb tushuniladi. O'zimcha fikr yursam. Endi kasblarning yomoni yo'q. Bu oddiy duradgor yoki farrosh bo'lsin, yoki bir muqimishlar ma'lumotli kishilar bo'lsin, o'zini kasbini hammasini zo'r yaxshi biladigan, bekam ko'z biladigan kishilar shu kasbning eng bir oliyjanob kishilariga aylanadi. Endi ezgulik deganda, ezgulikka daxldor bo'lgan men 3 ta kasbni aytmoqchiman. Bevosita insonlar hayoti bilan bog'liq. Bu birinchisi pedagogika, o'qituvchilar, murabbiylar. Ikkinchisi bu shifokorlar deb bilaman. Chunki bular insonning hayotini avvalam Xudo qolaversa, kasal bo'lsa, og'rinsa yoki dunyoga kelishidan bevosita ularga yordam berguvchi ko'ngildan ezgulik bilan qo'ldan kelgancha o'zlaridagi bor hunarlarini ishga solib, bilimini ishga solib bir insonni hayotga keltirishadi. Endi uchinchisi, men kasbimdan faxrlanaman. Kasbim quruvchilik. Shu quruvchi kasb ham bevosita insonlarning hayoti bilan bog'liq. Chunki biz qurgan bog'chalarda bolalar tarbiya topadi. Biz qurgan maktablarda ilm, ma'rifatga ega bo'lishadi va oliygohlarda o'zlarini bilimlarini yana mustahkamlab, jamiyatimizga bir fidoyi yaxshi inson bo'lib yetishadilar. Mamasali aka, shu quruvchilikka qanday qiziqib qoldingiz? Endi bu juda qiziq, bu qiziq nimasi. Hozir men o'zim Yangi Qadam mahallasidan, Bog'ot tumani, shunda Yangi Qadam maktabidan o'qiganmiz. 1957-yil 24-aprelda tug'ilganman va shu maktabga 64-yil borganman. Endi 3-sinfdan otam juda bir ilm ma'rifatga intilgan yaxshi kishilar edi. Joylari jannatda bo'lsin. Meni yoshlikdan kitob o'qishga jalb qilgan kishi. Endi shu 64-yil borgan bo'lsam maktabga 67, 68, 3, 4-sinflarda menga kechasi bir kechqurun o'tirib menga kitob o'qitardi. Yoshlikdan ertak kitoblar, eski xalq ertaklari bo'ladi yoki boshqa kitoblarni topib shunday o'qib, keyin dostonlarni ko'p o'qiganman. Yo'roqli, Bazirgan, Avazxon, Nurali, shunga o'xshagan Yunus Pari, Gulruh Pari va hokazo Shosanam G'arib. Ana shu dostonlardagi qahramonliklarni o'qib, jarayonda shu qiynalgan bo'lganda men o'zim tomog'imga bir narsa tiqilib o'qiy olmay qolardim. Chunki shu dostonning ichida shu qahramonning o'rnida o'zimni tasavvur qilardim yoshligimdan. Shunday bir nimalar aytiladi, bir shart qo'yiladi ertaklarda, boshqada. Hali shohning qiziga oshiq bo'lgan
yigitga shart qo'yadi. Ertagacha mana shu yerda bir qasr qurib berasan dedi shartni. Bu yigit hamisha bir yaxshi ishlarda yurgan, juda qalbi ochiq, toza, sodda, yaxshi yigit bo'ladi. Bunga shu jarayonda qanday ko'rmagan juda xomush bo'lib ketayotganda bir chol keladi. Shunday bir nuroniy chol, oppoq kiyingan, chiroyli bir farishtali inson. Ha dedi, "Ne xafa bo'lib turibsan? Evet, menga shunday juda bir shart qo'ydi podsho." Ne shart dedi? Menga ertalabgacha shu yerga qasr qurib berasan deb aytdi deydi. Shu nima qilsam ekan, shu qiziga oshiq bo'lib qolganman. Qanday shart bo'lsa bajaraman deb va'da berganman, lekin buni iloji yo'q dedi. Sen xafa bo'lma dedi. Ertalabga dedi, qasr shu yerga bo'ladi nasib bo'lsa dedi. Bu Xizr boğa yo'liqqan bo'ladi. Yoshligimdan shu qurib shu ertagacha qasr qurib turiladi. Bu murodiga yetib, podshoning qiziga uylanadi. Ertakdagi qahramonim. Demak, badiiy asardagi qahramonlarga qiziqib siz qurilishga qiziqib qo'yasiz. Albatta. Keyin yana bir sababi bor. O'zimiz o'qigan maktabimiz juda bir nachar ahvolda edi. Shu paytda. Ha, shu paytlari endi 67, 68 bu yerda solingan 40-yillar shu vaqtimdan shu loydan solingan shunday yomg'ir o'tib turardi. Va bitta Farrosh onaxon hali pator qilgan boyradan, qamishdan qurilib, samanloy bilan suvalib usti oqlab qo'yilganda, yomg'ir o'tsa, shepillari sinib ketgan, eskargan. Yağmur hani şu laylar yağmur ötüp yiyip pastga pollarga tushar edi. Shunda men yordam berardim. Satilga o'zi og'ir ko'tara olmaydi. Shunga ko'rib qandaydir rahim qilib, ana shu dastorlardagi boshqadagi o'qiganlarimmi, bu 7-8 sinflardagi o'qigan vaqtimdagi hodisada endi. Shunga men laylarni satilga chalakka solgandan keyin men chiqarib tashardim buni musoga. Keyin shunday bir o'zimga qandaydir bir nima keldi. Shu katta bo'lsam quruvchi bo'lib bir maktab qurib beraman degan niyat paydo bo'ldi menda. Endi bu shu vaqtda orzu bo'lgan, tilak keyin juda bir boshqacha bo'lib o'zim shunga qandaydir jalb qilib, demak, maktabni bitirgandan keyin shunday orzu paydo bo'ldi. Orzu paydo bo'ldi. Shunga nima qilib erishaman albatta deb. Endi men bilan bir do'stim bor edi. Dunyodan o'tdi u kishi, juda ajoyib bir so'radi. Kitob o'qishganda musobaqalashib berar edik. Sen bu kitobni o'qidingmi? Sen buni o'qidingmi? Shunday almashib boshqa qilib, ular shu quruvchilikka qiziqar edi. Mendan bir sinf oldinda o'qidi u. Yoshimiz teng edi. Keyin u kishining otasi savdogar, puli bor. U politexnikaga kirish endi juda qiyin. Hali bu endi juda a'lochi o'qirdi. Matematika, fizikadan men ham shunday bir-birimiz bilan bahslashib bilimni nima qilib yurardik. Shu politexnika institutiga kira olmagan, keyin bildim, o'qishga kirdim dedi. Neftogaz bo'yicha yo'nalish ketgan uniki. Endi u otasini pulam bor, pulam berib qo'ygan, berib boshqa qilib, shundan shu o'qishga qabul bo'lmagan unga. Men yomon o'ylanib qoldim. Nima qilsam ekan? Keyin tog'amlar ham men yoshlikda juda bir mehr bilan meni tarbiyalashgan. 7 yoshimda onam vafot qilgan. Shundan keyin meni shu onamning onasi buvim juda bir ammamning tarbiyasi juda chuqur bo'lgan. Shu mana yaxshilikka, boshqalarga, nimalarga intilishimda, ham shu bir yaxshi narsalarga erishishimda, maqsadlarga erishishimda shular juda yaxshi nima bergan. Keyin maktabni bitirib tog'am aytdi, sen Toshkentda o'zingni eplab yura olmaysan. Sen bu yerga pedagogiga topshiraver. Qaysiga kirasan? Matematikaga. Matematikaga o'qishga bordik, keldik. Urganchga matematikaga topshirdim. Matematikani 4, yozmadan 4, og'zakidan 5. Keyin fizikaga kelganda, fizikadan masalalarni yecha olmadim. 3 ta savol, 2 tasini aytib berdim. Keyin shu meni tutmoqchi bo'lganmi, shu mendan ekzamen imtihon olayotgan o'qituvchi tortmani ochdidan bir narsaga qaradi. Keyin
Bir savol beraman size dedi. Bilsangiz o'tasiz, bilmasangiz yo'q dedi. Endi ben eshitib ko'rmagan savol berdi. Pandam yok mu? Bu kishi endi professor. Kishi uni bilganicha menda qanday ilm bo'ladi maktab bitirgan kishilar. Bilmadim. Ay bo'lmadi, endi keyin kelasiz dedi. Ben tamamla dedim. Hatiyap ben biletli savoliga ikkitasini javob berib masalasini bilmadim. Uchlik ben cevap verdim dedim. Ben matematikdan 4-5 olganman. Ben bunday qilmang dedim. Yo'q dedi, bo'lmaydi dedi. Juda bir rangam sovuqroq bir inson ekan, vajohati bilan men o'zim bir soddadil, oddiy yigitman. Shu paytlari gapira olmay qoldim. Keyin ketdim. Endi kolxozda ishlab yurganman, 8-sinf bitirgandan yana shu kolxozda ishni davom qildirdim. Shu paxtaga dalaga suv ochib, paxta kunlar paxta terib, endi men baquvvat edim. Meni paxtaxonaga paxta quritib, punkga topshirishga brigadir qo'ygan. Shunda ishladim. Keyingi yilisi Toshkentga ketdim. Chunki amakimni o'g'lim Toshkentga ketgan, endi o'qishga topshiraman deb mendan oldinroq. Keyin so'rasam transport institutiga topshirgan ekan. Temir yo'l transportga. Keyin men ham dedim, shu yerga topshiraman. Bunda ham stroypark bor ekan, Stroytel baribir qurilishga daxldor. Buni bitirib ham yana ishlash mumkin degan bir nima paydo bo'ldi. Borsam PGS bor ekan shu institutda. Endi u oldin rus nimasi bo'lgan, pryamoy to'g'ridan to'g'ri Moskvaga nimasi bo'lgan. Qaragan o'zi institut, Ministerstvo putey сообщениyaga hamma fanlar ruscha. Fuqaro sanoat qurilishi shunga topshirdim mana. Ya bor ekan mana. Xudo yo'l berdi o'zi bir quvonib. Shunga sizga aytsam, yana shu matematikadan 4, yozmadan og'zakadan 5. Shu bani 10 minutda hali og'zaki savolda darrov savollarni yechib borganman. O'qituvchi xomush o'tirib ekan. Endi hamma bilmaydi shunchalik odamlar nima bilmasmi? Kelganlar, hatto hisob kitobni ham soddalashtirishni ham bilmaydi deb men borganda bunday qaradi. Endi otajonim mana ko'rdik endi. Xorazmmi? Yechib qo'yibman-da hammasini endi. O'zi qo'shimcha savol beramiz. Yaxshi. Shunda 2-3 savol berdi. Endi u kishi savolini oxiriga yetkazmasdan, hali menga misollar beradi qo'shin. Yetkazmasdan yozib, javobini yozib turibman-da bunday. Xorazmlikda baribir matematikani yaxshi bilishadi. 5 deb xursand bo'lib, o'zim qandaydir ko'tarinkilik. Shundan aytaman, ustozlar o'quvchisining bir bilimligini, yaxshiligini intensif harakat qilsa, ustozlar quvonadi. To'g'ri. Ana o'qib yurgan vaqtimizda yana shu oldingi mehnatda pishganligim paxtaga olib ketishdi. Jizzaxda Arnasoy tumaniga paxtaga borganmiz. Endi paxtada borgan deb 120 kilo paxta teribman bir kunda. Endi paxta birinchi terim ochilib yotibdi. Havas qilib ishladim, to'g'risini aytayim. Endi so'nggi paytlarda otam ham kasallanib, juda bir iqtisoddan pasayib, puldan ham qiynalib qolganmiz ekan. Hatto vagon tushirib, ko'mir tushirib, kartochka tushirib ham pul topib kelganmiz. Shu o'qish davomida, studentlik paytimizda. Bir ikkita nimalar bilan, yigitlar bilan. Shunda paxtada endi ham cho'ntakka daromad, ham o'zim mehnatni yaxshi ko'raman. Shunday qilib, Jizzax opam komsomolga bir nazarga tushibmiz, maqtovyorligi, institut rektoratidan maqtovyorligi yaxshi yigit ekan boshqa. Ilg'or terimchi sifatida. Terimchi, ishchi, mehnatkash deb hali nimalarga ham rasmlarimni qistirib qo'yishgan, dekanatlarning oldida. Ana shunday qilib, institut bitirib, tamomlab keldim. Kelganimdan keyin ishladim. 1,5 yil ishlaganda, men endi armiyaga bormaganman, armiyada kafedra yo'q. Armiyaga chaqirib qolishdi. Bu paytda endi meni muddatimni surib nimaga berilgan. Lekin u vaqtda endi shunday katta tekshirish bo'lgan. U muddat surishgan boshqa ham yoshi kattami, kichkimi hammani armiyaga olasan deb buyruq bo'lgan. Armiyaga chaqirishib qoldi. Armiyaga ketdim. Nechanchi yil shunda?
Bu 82 yıl, bir yarım yıl işledim. 80'de işe kirgan bo'lsam, şu 82, şunda. Keyin armiyani bitirib keldim. Ana shunda ben ustozni bu rahbarlar bilan muomala, kishilar bilan qanday muomala qilinadi. Bir ham siyosiy doiradagi bilimni yana darli mustahkamlash. Chunki direktivni nimalar kelardi, ruscha kelardi. Ben endi diplomdan Rus aytdim-ku, Rus nimasi ixtisoslashgan. Mana shu o'zbekcha politekonomiya, shunday kepesiz tarixi, shular o'zbekcha edi. Ruscha diplomdan himoya qilganman. Shu ruschani shu institutda o'rganganim. Avval maktabda domlalarga rahmat aytaman, rus tili bilan fundamental juda bir yaxshi o'rgatishgan. Shunda qarorlarni chiqarib nima qilganimda rais polkomning raisi bitta qarorlarni yozib yig'ilishga tayyorlardim-da men. Shunda olib maqtov bilan juda bir mag'rurlanib ketganman. Ukam rahmat, olamdan o'tib ketdilar. Joylari jannatda bo'lsin. Endi ustoz menga shu yo'lda juda bir qattiq talabchanlik bilan shu narsalarni men ishlashimga, mehnat qilishimga ham shu bu yerdagi ishim to'g'ridan to'g'ri mahalla qishloq sovetlari deymiz edik u paytlari. Fuqarolar yig'ini mahalla qishloq nimalari bilan to'g'ri ishlardik. Ham deputatlar bilan ish olib boradigan. Shu ishlar bilan men hokimiyat doirasida kattalarda qanday qilib ish olib boriladi, ularning muomalasi qanday, ish tutishi qanday, ko'p narsani o'rganganman. 1,5 yil ishlagan bo'lsam ham shu yerda. Lekin men ustozga juda katta rahmat aytaman shu tufayli. Bu menda juda asqotdi keyin. Hali maktab qurilishida shu narsani nima qilganman. Keyin 83-yilda Xudo rahmati Rashidovning bir tashabbusi bilan markazdan pul olish murakkab-ku. Endi shu doirada deb bilaman. Her tumanda 2tadan sovxoz, sovet tashkilot, sovxoz, sovet xo'jaligi tashkil topib, shu nimaga qurilishi uchun yangi qurilish tashkiloti ochilgan. Keyin armiyadan kelgandan keyin haligi boshliq beni taniydi, biladi. Beni ishga taklif qildi. Sen dedi, endi ben aldım bu yoqqa nomenklaturni nimada instruktor bo'lib ishlab yurgandan keyin shu katta yoshlarni oldiga bor, raykom. Bu paytda Boboddinov raykom bo'lib, avval ijrokom raisi edi. Xudo rahmati. Raykomga o'tib ketdi. Shu aytdi, sana 2 nima arxitektura borasan bu yer dedi. PMK'ga borasanmi dedi. Men aytdim, PMK yaxshi menga, производство ishlab chiqarish yaxshi. Shu yerga vaqtincha injener vazifasini bajaruvchi qilib qo'yishdi. Ishlab yurdim. Keyin bo'lim boshlig'i bo'ldim. Shu yerda Putoda производственный технический отдел deydi. Texnik ishlab chiqarish. Endi bu отдел bu tashkilotning yuragi. Hamma narsa shu отделdan o'tadigan. Qurilish bo'yicha. Keyin 85-yilga ishlab yurdim. Juda yaxshi ish olib bordik. Qurilishlar, bu Zarbdor sovxozining qurilishlari, fermalari, boshqalari nima qildik. Endi 83-yilda Rashidov vafot qilgandan keyin u nimalarga pul berish, nimasi ish hajmi kamayib, bizni yana bir tashkilotga bir sistema kolxoz edi. Shu kolxoz stroyda yana bir tashkilot bor edi, oldindan tashkil qilingan. Bizga shuni qo'shib yuborishdi. Endi bu qo'shilishga yana kelamiz. Navbati bilan. Shu ishchilarni yarmi ishdan bo'shab ketdi. Chunki ish hajmini bu yerdagi idora qabul qila olmaydi. Boshqa rahbar almashib keldi. Abdulla Mavlonov degan kishi, u ham rahmatli dunyodan o'tdi. Juda ishlarimiz rivojlanib nima bo'lib ketdi. Endi sizga aytsam 85-yil Gorbachov Ali SSRga bosh sekretar bo'lgandan keyin bir uy-joy qurilishini 2000-yildagi aholini uy-joy bilan ta'minlash to'g'risida programma chiqdi. Yakka tarafdagi uy-joylarni. Men endi qiziqib yuradim. SSRning arxitektura stроительство ham O'zbekiston arxitekturasi nimalarga obuna edim jurnallarga. Gazeta jurnallarga o'chadim. Zarbdor 5 yillik reja, programma. Shu individualni uydan men endi ularga bir mablag'im yo'q. O'zim zo'rg'a o'zimni eplab yuribman boshqa. Shu uydan qurib bersam bo'laveradi. Keyin asta-sekin o'zlari vaqti bilan
15 yilga to'lash kerak edi u paytlarida. Hozir ham shunday-ku. Keyin Demak, ikki opangizga ham joy bilan ta'minlashda yordam berdingiz. Ha. Yordam berdingiz, shundaymi? Katta opam ham endi muhtoj, hali uyi eskirgan, yomg'ir o'tib, devorlari yorilib qolgan, fundamenti yo'q edi uni paytlarda eski. Qurilgan, endi ilojim yo'q, boshqa yangilash kerak. Menga juda ma'qul bo'lib, loyihaning ustiga keldim. O'zi xabarlashib yurar edim, har narsaga o'zi qiziqib yurar edim, loyihalash boshqa. Keyin men Tresda o'qisa del kapitalniy stроительство Shishkin degan bir rus kishisi shuga отдел boshlig'i edi. Shu kishiga tushdimda mana shu joyda uyda men aytdim kottejda hozir programmaga mos siyosat ham ko'tarib turibdi. Shunga dedim loyihaga kiritish kerak. Gostroyga nima yozish kerak? Talabnoma. Aholi talab qilyapti. Ham siyosiy talablar ham yo'l ochilgan, ham talablar bo'ldimi? Bir haftadan keyin menga telefon bo'ldi, idorada o'tirib edim, shu xizmat telefoniga. Ali nima kottej pereshinga kiritildi. Ma'qul ko'rdilar. Keyin shunda bordim. Boris men aytdim, sevinib, quvonib endi. Ruxsat oldingiz. Ruxsat oldim, mana pereshinga kiritilibdi. Bo'ldi dedi. Ish qilib proyektni tayyorlab chiqarib berdi. Endi bank bilan hujjatlarni tuzish kerak, unga kolxozda kafillik olish kerak. Qishloq joyida shunday nimalar hamma hujjatlarni to'g'rilab rayijrokomda ishlaganman-ku. Yo'nalishlarni bilaman hammasini. Menga qo'l kelgan joyida bu. Mana bu ham nima qilib. Endi u 30 ming so'm bo'ldi. Bitta abeki endi men shu yaqinlarimiz, qarindosh bo'lib boshqa ikki opam ham qarzi, umr qarzi qildim. U gap topish boshlandi. Men aytdim, har yilda bir ho'kiz boqib sotsam, to'laydi asosan. Men unga buni sharoitda hamma narsa bor-da, kuxni, bani ish qilib sharoit yaxshi, zo'r. 83-yilda meni orzuyim dedim, maktab qurilish. Kolxozimiz raisi Anagil opam Basharipova degan ayol edi. Ona Polat Razzakovning onalari. Juda ajoyib inson edi. Har bir nimaga e'tibor berib, shunday loyihasini tayyorlatgan ekanlar. 83-yilda hali boshlig'im chaqirib, seni uying yonida maktab, yangi maktab, hozir 4-sonli maktab. Şu 624 o'rinli. Shuni sen o'zing qurib berasan dedi. Meni yoshlikdagi orzuyim-ku bu endi. Bu vaqtda qarang. Vallahi ming bora shukronalik qilaman ha. Ben juda bir nima qildim ruhlanib, yoshlikdan o'ylab yurgan orzuyim deb maktabda fundament tashiydigan hali arakcha deymizmi, zavur tranşeya deyiladi. Ruscha termin nima degan, ana qurilishda zavurlarni, fundament o'rnidagi nimalarni qazib, qaziqlarni qoqib, hali qurilish fundament tayyorlaydigan qilib tayyorladim. Birdan katta yollardan bittasi boshqa yerga ko'chirdi. Qurilishni to'xtatasan, boshqa Oxun Boboyev nomli shu vaqtdagi hozir 7-sonmada shu maktab shuni ham qurishga boshladik. Bu endi qolib ketdi. Bu kelasi yil ham qoldi. Oldinga plana kiritiladi. Keyin hali yil oxirida qattiq kelasi yilga plan, asosiy plan bo'lib o'tadigan vaqtda Toshkentga tushirib qoldiradilar. Toshkent tasdiqlaydi-da buni mablag' ajratishdi. Bu yil ham 84 ham ketdi, 85 ham ketdi. Menga juda qattiq ta'sir qildi. Bu tanqid. Yana o'zimizni mahallaning aholisi. Shu maktabdan men aytdim, endi nima bo'lsa shuni men qanday bo'lsa ham qurdiraman. Endi menga bu dadillikni berilgan 85-yildan Gorbachov prezident bo'ldi dedim-ku. Birdan ochiqlik siyosatini yurgizib boshladi, oshkoralik, boshqa. Bir tomondan shu dalda bo'ldi. 86-yili nima qildim? Maktabda ahvolini ko'rsatib, rayijrokomdan xat olib, endi 2 yil ham qolib ketyapti-da, 84, 85, 86 ham qolib ketdi. 86-yil ishga kirishdim men. Rayijrokomga Ilhom Qurbonov degan rayijrokom raisi edi shu paytlari. Shulardan xatni o'zim tayyorladim, endi bilaman qo'ldan ishlaganman. Shunday sabablarga ko'ra maktabning ahvoli yaxshi emas. Bugun avariya holatida turibdi. Shu maktabni ana shu 624 o'rinli Kurchatov nomli maktab edi. Shuni planga kiritib,
qurilishiga yordam berishingizni so'raman deb nimaga xat yozib berdi. Endi Sovetlar raisi u paytlari Sovet bo'lib ketdi. Remajon Xudoyberganova edi. Shu xatni oldimdan borib nimaga berdim? Ravshanbek degan nimasi bor edi. Kotib eshikda nima qiladigan pomochnikmi, yordamchisi. Shunga berdim, qo'l qo'ydirib Pustovoy to Viktor Ivanovich для исполнения deb yozib berdi. O'rcha yozilar edi u paytlari. Demak, Bajarish uchun. Qancha yilgacha ishladingiz qurilishda? Qurilishda men 98-yilgacha ishladim. Chunki shu 98-yilga kelib qurilishlar to'xtab qoldi. Mamat aka, mana siz inson qadri bo'yicha ko'plab ishlar qilgansiz. Ko'p odamga yaxshilik qilgansiz. Albatta, albatta. Uy joyi yo'q insonlarga uy joy qilib bergansiz. Shunday. Jumladan o'zingizning qarindoshlarga ham yetim esir bolalarning boshini siylagansiz. Albatta, albatta shunday bo'ladi. O'zingizning opangizning, o'zingizdan katta opalaringizni uysiz o'tirganini ko'rib, yomon qulaysiz uylarda o'tirganini ko'rib o'zingiz rahmingiz kelib qurilishdan yangi uylardan bergansiz, to'g'rimi? Bularni albatta kredit hisobiga bo'lsa ham bergansiz. Kredit edi, shu paytlari endi qarang qiziqlidan bu. Allohning inoyatidan bu. Qarang bir yo'l ochilib ketishini. Markazdan keladigan mablag'lar to'xtab, hech narsaga mablag' ajratilmay, mana ayniqsa 90-yillarga kelganda juda nima bo'ldi? 91-92-yillarda mablag' o'zi kelmay qoldi. Bu qurilishni 30 ming so'mlik nimasi qimmatlamadi. Bankda shu narxda turdi bu. Shu puldan. Shu paytda mana viloyat rahbarlari ham ko'rib ma'qullab, hamma joyga, qayerga borsangiz 2 etaj kottejlarni ko'rsangiz shu mana berganman shuni. Endi kishilarning duosini qarang. Kimdir bir qo'yni puli bilan to'lab kirdi joyiga. Shu hammasini to'lab oldi. Kimki sal qimmatroq boshqa ertaroq to'laganlar, boshqalar shunday qilib. Uy joyli bo'lib qoldi. Hamma uy joylik bo'ldi. Endi shu ko'pchilikning duosi bu ana shunday. Endi shu paytlari juda iqtisodimiz ham pasayib, otam ham kasal. Onamiz yo'q. Keyin bunday oila topmagan otamiz juda bir oilam parakandalikka bir kelib qolgan. Masalan, bir narsa meni o'yga toldiradi. Birinchi yaqinlarimga shuning uchun ularni bir iqtisodini ko'tarish, yordam berish, aka-ukalarga bosh bo'lish, uylantirish, uyli qilish meni zimmamga tushgan. Zimmangizga tushgan. Hammaning ham qo'ldan kelavermaydi bu. Hamma qo'ldan kelsa ham qilavermaydi. Ko'pchilik hozirgi kunda inson qadri deymiz, qadriyatlar deymiz, bular bo'yicha ozgina susaygandik, shunday emasmi? Endi hozirgi bu jamiyat ijtimoiy tuzumning almashinuvi, keyin mana bozor iqtisodiga yo'l tutdi. Siyosatimiz shunday bo'ldi. Bu dunyoviy davlat qurib nima qilmoqchimiz? Bu albatta o'z-o'zidan shunday bo'ladi. Iqtisod yo'lida pul topaman deb savdogarchilikka urib ketgan hamma shu tadbirkor qo'ldan keyin biri mol boqadi, biri fermerlik qiladi, bir dehqonchilik qiladi va shunda har kim o'zini qo'lidan kelganchalik intilishi bilan bu bir tomonlama yaxshi. Chunki hammaga bir xil sharoit bor. Nima qilaman desa, qo'lidan kelganchalik hunarmand, hunarli bo'lib, hunarini ishga solib ketadi va boshqalar shunday bo'ladi. Hozirroq shu inson qadri deganingizda sal e'tibordan chetda qolyapmiz ta'lim sistemasidan deb bilaman. Meni aytayotganim, biz bolalik chog'imizda birov uy quradigan bo'lsa, hashar yo'li bilan qurilar edi. Albatta, albatta. Butun qishloq shularga jam bo'lib, hamma yordam berib bir-biriga. Hozir shunday emas. Endi ustalar bor, ustalarga pul beradi, pulga qiladi. Shunday bo'lib qoldi. Endi bu o'z-o'zidan shunday bo'ladi. Hamma shu bir o'z yo'liga pul topishdan ketgandan keyin pul topib, ya'ni migratsiya Rossiyalarda ishlab keladi, boshqa qiladi, o'zi qanday xolasa shunday hali gullikcha deymiz, shularga mardikorlarga, quruvchilarga buyurib uy qildiradi, boshqa qildiradi, shunday xohlaganicha qilyapti. Bir 2 etaj, 3 etaj qilayotganlar ham oldin unda qilib bo'lmasdi. Bir ilgarilar endi taqqoslab ko'radigan bo'lsak, tama qilishmas edi-da, tama qilishmas. Borib turib shu yordam berib, anish tarafi bor ekan. Bir kunlab, 2 kunlab, hatto haftalab yotib xizmatini qilib, shu qo'ldan kelgancha yordam berib yurgan. Albatta. O'zim ham ishdan kelib soat 5 dan keyin kapcha boradi, layatadigan borib 2 soat, 3 soat ayni odamlar charchagan paytda, "Hey, keldingmi?" deb turib damalab narigalar. Hamma narsa pulga hisoblanadi. Hozir hamma narsa pulga hisoblanadi. Endi bu bir tarafdan ham yaxshi.
adamlarni mehnatga majbur qilib o'rgatdi mehnatga. O'rgatdi. Chunki odamlar u paytlarda yalqov bo'lib qolgan. Borib bir idoraga, korxonaga borsa, hali keldi ketdisi bo'ldi, jurnalga tushdi, tamom. Oylik yoziladi, shu bilan odamlar yalqovchilikqa o'rgangan shu sistemada. Endi bu sistemada otam haqimdan bir ikki aytmoqchi edim. Endi vaqtimiz yetamadi, hali nasib bo'lsa uni ham aytib o'tarman. Otam shu sistemani qurboni bo'lgan. Ko'nika olmagan jamiyatga shunga. Mayli shuni ham aytib o'tay endi. Endi aytaver. Oldin maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda otam 4-sinfda tabiatchi bo'lganman deb menga nima qilardi. Sen yuribsan bunday qilib boshqa endi motivatsiya bermoqchiman, boshqa ko'nglida. Shu hayron qolardim. 4-sinfdan bu odam tabiatchi bo'laman. Katta kishilar edi biz paytimizda, endi kolxozda ishlagan paytlarimda. Shu 4-sinf paytda tabiatchi bo'lgan. Tabiatchi bo'lgan, bir yerdagi kolxozda tabiatchi bo'lgan, hisobchi. Endi bu narsani qarang, o'sha paytlari hali bu sotsializm va revolyutsiya bo'lgandan keyin butun bilimli kishilarni yo'q qilgan. Hammaga surgun qilgan, qatag'an qilgan. Ana shunda shu bobomiz ham bir qatag'anga tushib ketganlardan. Endi bobomning ukasi shunda qatag'an qilindi. Qilich bilan kallasini chopib tashlagan. Yankovadan odamlar. Endi bu Sovet davrining bu o'dimi-da bu bilimdan atoqli odamlarni kurashuvchan odamlarni yo'q qilib boshlagan. Yo'q qilib boshlagan. Shu 4-sinfda shu 4-sinf yigitga bolaga nima bo'lgan? Muhtojlik qilinganda endi kimdir savodli bo'lib biladi, otam ham kuchli matematikani bilgan kishi. Shunga ishlab yurganda muhtojlikda otam keyin urushgan bormagan. 18 yoshida Xivada nimani tugatib, kursni tugatib, buxgalter kursini tugatib, kolxozga bosh buxgalter bo'lgan. Keyin urushdan keyin qishloq sovetiga rais bo'lgan. Avval Bog'at qishloq, keyin Madaniyat qishlog'iga rais bo'lganlar. Keyin u yerda ham bir adolat istagan kishi bo'lgan. Hali urush tugagandan keyin hamma urush vaqtida bir-biriga mehrbat boshqacha bo'lgan. Urushdan keyin hali mansabdorlar yuqoridan kelganlar boshqacha ish buyurib boshlagan. Noto'g'ri ishlarga jalb qilingan. Bosh buxgalter mana bu molni yo'qotasan, mana uni bunday qilasan, buni bunday qilasan, boshqa narsalarni. Shunday qilgandan keyin otam istamagandan ishdan bo'shab, qishloq sovetiga o'tgan endi. Keyin sudga o'tadi bu. Sudda adolat bordi. Sudda ijrochi bo'lib ishlaydi biroz vaqtlar. U yerda hammasidan battar. Nohaqliklarni, oqni qora, qorani oq deyuvchilar o'zi shu yerda bo'lgandan keyin undan ham ishdan bo'shaydidan amakim tamagirlik, korrupsiya rivojlangan. Yo'q, juda rivojlangan. Hozir ham davom qilayotgan ana shu narsalarning asorati hozir ham bor, korrupsiya yo'q emas. Shu davrda shunga o'rganib ketgan kishilar tayyorgina nimada u? Beminnat, xizmat mehnatsiz shunday. Lekin harom pul u endi kimni uyini yo'qotib yuborgan, o'zi Xudo biladi qanday jazosini o'zi bergan shu aytgan. Keyin otam ukasi raypoda nima tayyorlovchi, yani qassoblarga mol olib berib, molni so'ydirib boshqa shu savdoga uradi o'zini. Keyin shunga qarash beradi. Endi bu ko'ngli ochiq adolatli bo'lgandan keyin ko'p kishi nima bo'ladi, rahmdilda, otam rahmdil bo'lgan. Undan ham bir nima qilmaydi, bir kelsa bir foyda bo'lib qolsa qoladi. Meni ayniqsa shu o'qish paytlarimda ishlagan shu qassobchilikda keyin shu tufayli baribir yosh o'sgan sayin, yosh kattaragan sayin kasalchilik rak bo'lib, qizilongoch raqidan 87-yilda vafot qildilar, 65 yoshida. Kasal bo'lib qoldilar. Ana shunga ham og'irlik meni zimmamga tushib aytdim-ku, shu narsalarni qilmasam bo'lmasdi. O'zim o'ylamasdim. Shularni bu joyga qo'ysam, keyin o'zlari bilan o'zlari ishlarini olib ketsa, boshqa qilsa. Keyin men eski uyimizni uyda qoldim. Shu paytlari 4 paxsasali, shu hashar yo'li bilan tiklanib, endi men o'qishdan bitirgunchalik qilingan uy 4 xona. Shuni bir remont qilib, shu yerga ukam o'ylatirganmiz. Ukam bilan ham bir uyda 5 yil yashaganmiz. Endi bolalarni o'qishga o'rgatish, tarbiyalash. Bu ham bir inson qadrining hamma narsaga e'tibor berishining eng asosiy
avlod qoldirish, uni yaxshi tarbiyalash, hunar o'rgatish yoki o'qitish nimalari. Shukur hamma 5 farzandim bor. Allohniki, meniki emas. 4tasi o'g'il, bittasi qiz. Qizim jahon tillarini imtiyozli diploma bitirgan. Hozir eng bir oliy ta'rifali o'qituvchi, 2ta sertifikati bor. Yaxshi oilaga kelin bo'lgan. Yaxshi izzatda, hurmatda, chunki kasbi bor. O'g'illarim hozir katta o'g'lim Ichki ishlar akademiyasida katta o'qituvchi. Yuridikani u ham imtiyozli diplom desam ham bo'ladi. Bitta 4 olmay qolgan, grant bilan o'qidi. Yana bittasi moliyani bitkazdi. U ham o'zining ilmi bilan, bilimi bilan o'qishga kirdi. Chunki shu mehnatlarning halolligi ham kishilarga bo'lgan mehr, yaqinlarga bo'lgan, hali siz aytdingiz-ku, yaxshilik. Endi Mamasal aka uzoq yillar qurilishda ishlagansiz. Hozirgi davrda bir joyga boradigan bo'lsangiz, qaytib yana bir haftadan keyin qaytib kelsangiz tanimay turaverasiz. Sababi qurilish rivojlanib boryapti. Mamlakatimizda, shu davlatimizda rivojlanish bo'lgan sayin qurilish ham katta rivojlanishlar bo'lyapti. Albatta, albatta. To'g'rimi? Ertakdagida, ya'ni boshida aytdim-ku, ertakdagida bo'lib turibdi. Mana hozir zamonchi ertakdagi ro'yobga chiqib turibdi hozir. To'g'ri. Mamasal aka hozir qurilishda yaqinda prezidentimizning farmoni ham chiqdi bu bo'yicha ekologik vaziyatni hisobga olish kerak. Har bir qurilishni olib borgan paytda. Xabarim bor bu Bu boradagi fikringiz. Juda yaxshi savol berdingiz, rahmat. Muammoli hozirgi ahvolimizning eng muammoli taraflaridan birisi shu ekologiyaga biz e'tibor bermaslikdan, oldindan shu bir tomonlama paxta monopoliyasi shunday ketganda bir Orol dengizimiz quridi. Ko'p joylarda hozir qurilish rivojlanib ketdi. Beayov daraxtlarni kesib tashlash, ularni nima qilish, yo'q qilish. Chunki ko'kalamzorlik bu kislorodni berish shu daraxtlardan ko'p ajralib chiqadi. Ko'kalamzor qilsak va o'zimizni mana gujimlarni eksak, keyin har xil shu kislorodni yaxshi beradigan daraxtlarni eksak, ekologiyamiz baribir ozroq bo'lsa ham yaxshilanib boradi. Endi keyingi paytlarda juda mana nuroniylar bilan birga ishlaganligimiz ham shunga ko'p e'tibor beramiz. Mana nuroniy jamg'armasini raisi ajoyib inson, jonkuyar inson, juda qattiq bir xafa bo'ladilar aytib, shu bir shu yerda e'tibor kam, shunga daraxt ekmaydi, ochiq yerlar bor, ekaladi qarov yo'q. Endi bu prezidentimiz shu qarorni chiqardilar, muammoni bir tiklash bo'lami deb. Uning nazoratini bosh vazirga topshirgan bo'lsalar, mana qayerda bu bajariladi? Bu tumanlarda bajariladi. Tumanda kim nazorat qiladi buni? Qurilishda men anchadan beri bir yuragimni bu og'riqli tomoni sifat masalasi juda yaxshi emas. Endi buni nazorat qiluvchi tashkilot bor. Buni hozir GASN deydi, Государственный архитектурно-строительный nimasi? Kontrol, GASK edi, nazorat qiladi. Shular tekshirish kerak. Bu viloyatimizda bor, tumanlarda yo'q. Tumanlarda arxitektura bo'limi bor edi, hozir uy-joy bilan arxitekturani ham yo'q qilishdi. Hozir uy-joy qurilishimi shunday bir nimaga o'tgan hozir. Boshqa o'zgarib. Ana shular endi bular viloyatda o'tiradi. Bu tumanlardagi ahvol bilan ish yo'q. Shularni men o'ylayman shu tumanlarga qilish kerak. Hozir mutaxassislar ko'p. Tumanda bir viloyatda bir 30 kishi bor. Tumanlardan kelib ishlaydiganlar ham bor. Tumanlarda o'zida shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Chunki u qurilish inson hayoti bilan chambarchas bog'liqligi bilan unda odamlar yashaydi, o'qiydi, ishlaydi, zavod fabrikalarda. Uni chala qurib yoki bo'lmasam sifatsiz qilish bu nima desam bo'ladi? O'ta muttahamlik. Qaramaslik. Chunki qancha uy-joylar o'tirib ketgan, cho'kib ketgan, yo yoriq paydo qilib, yorilib ketgan shu sifatsiz qurilganligining natijasi. Bu hozir bu yerdagi nazoratchilar qurilish bitgandan keyin boradi. Inshoot nimasiga. Topshirishga, olishga, ular nima qabul qilish uchun. Shunda endi bo'lmabdi, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi, yiqish kerak. Chala qurilgan bo'lsa. Lekin yiqilmaydi. Ishchala. Shuning uchun buni yo'q qilishning bir yana bir yo'li bor. Tumanlarda
Shu narsani joriy qilib, ikkita, uchta yaxshi bir vijdonli, pokiza kishilar bor o'zi Amar rayonida. Vijdonli kishilar shularni nazoratchi qilib har etap. Misol uchun fundamentni tayyorladimi, fundamentni bo'lak qabul qiladi. Loyihaga javob beradimi, yo'qmi? Devorni ko'taradi, uni yana bir bo'lakcha. Regelali, serdeshlik deymiz, kolonnali nimalarni, ana u qurilishni ushlab turadigan asosiy suyagi. Demak, qurilishni olib Stoyka borganda deymiz. etap Tayanch nimalar. qabul qilish Etap qilishga o'tish kerak. Qabul qilishga, shunga o'tish kerak. Shuni sifat ham joyida bo'ladi. Chunki hozir qurilishda yurgan birovlardan so'rasam, meni ta'limim bitgandan keyin boradi, ham shuni qurayotgan kishilarda savod yo'q. Endi to'g'ri bo'lsa yiqish kerak. Noto'g'ri bo'lsa yiqish kerak. Uni yiqolmaydi. Keyin nima bo'ladi? Korrupsiyaga yo'l qo'yiladi. Korrupsiya shunday chiqib keladi. Yashang. To'g'ri. Ana shu etap qabul qilinsa, hali Fundamentini alohida, alohida. devorni alohida, shifrni alohida. Ana u quruvchilar ham o'g'irlik qila olmaydi. Yoki kam qila olmaydi. Loyihadan nimani sifatini kam qila olmaydi. Ham sifati oshadi, mustahkamligi oshadi. Bu biz zilzila zonasidamiz, zilzila bardoshlikka oshadi. Ana shu men yurak og'riqlarim shu, ana shu narsalar ishga tushmay turibdi. Shu Juda zo'r kerakli bo'lgan ma'lumotni, muammoni aytib ko'tarib o'tdingiz, shunday. Albatta buni amalga oshirish kerak bo'ladi. Endi Mamasali aka nuroniylar jamg'armasida faoliyat ko'rsatyapsan. Ha. Mana keyin pensiya chiqqandan keyin raisi, keksalar guruhining ham raisi. a'zolarimiz bor. Shular bilan birgalikda Nuroniy jamg'armasida keksalar guruhining raisi sifatida masalan keyingi vaqtlarda to'ylarda isrofgarchiliklar ko'payib boryapti. Bu borada prezidentimizning ham farmoni chiqdi. Albatta. Bu borada o'zingizning shaxsiy fikrlar. Bu ham bir muammoli tomonimiz bu. Chunki kimdir qo'lida puli bor, pul topadi, yengillik bilan pul topadi, boshqa. Uni endi niyatlaydi, men deydi 1000 odamga deydi to'y qilib bersam deydi. Ikkita ho'kizni so'ysam, yana bir narsa karnash, sonra artistlarni zo'rlarni olib kelsam, boshqa niyat qiladi. Mana shunday qilib bir-biriga bundayroq kishilar ham endi bundan kasalchilik ham ko'payib ketyapti. U darajada to'y qila olmaydiganlar ko'p-ku. Demak, to'ylar basakaga qilinayotganga o'xshaydi. Basakiga qilinib turibdi, bunga iloji yetmaganlar qarzga botadi. Hali uylanadi, kuyov keyin migratsiya Rossiyaga ketib qoladi. Oila ana bu yoqqa parakanda bo'ladi. Bu masalasi yana og'riqli tomonlari shu. Endi bu borada mahallada qanday ishlar bo'ladi? Mahallada juda yaxshi. Mana yaqinda kelinimiz qaytish bo'ldi, bo'lmadi, dunyoda o'tdi. Shu yerga mana 3iga ham qo'y so'yilmadi, patiyasiga boshqa 7siga bir qo'y so'yib, bir kichkina osh qilib berildi. Shu bilan Fotiha o'tkazib bo'lindi. Bu tomonni o'zimizdan boshladik bunday. Endi bir Allohning bir inoyatidan shunday bo'lib qoldi endi. O'zimizdan boshladik, boshqalar ham kelib ketib, shuni aytib turibdi, o'zi shunday qilish kerak. Chunki hammaning bir nimasi hali Toshkent tomonlarda, Samarqandda ayniqsa juda ko'p ana otasining Fatihasini bersha 1000 kishilik restoranga aytib xuddi to'y berganday qilib nima qiladi. O'zini ko'z qiladi. Mavatchi, yashan. Ha shu. Mavat qiladi, o'zini ko'z qiladi. Endi boshqa kishilarga bu ta'sir qiladi. Isrofgarchilik ham shunday juda ketdi. U Fotiha borgan kishi ovqat yeyish uchun bormaydi. Ta'ziya izhor qiladi. Boradiganlar shu kishiga yaqin kishilar bo'lib, shu kishini bir oldidan o'tish kerak. Duo Fotihani uylardan qilsa bo'laveradi. Lekin ularga oilaga bo'lgan mehr-muhabbatini izhor qilish